Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Hozir bir eksperiment qilib ko'ramiz sizlar bilan. Mana So'tda, ya'ni Makka ayrim joylarda dumbul ham deb yuritiladi. Ya'ni adashmasam shu 1 oy atrofida bo'ldi buni uzilganiga. Endi hozir shu 1 oylik holatda necha foizi don mahsuloti chiqadi, necha foizi mana o'zaki qoladi. Shuni bir video davomida sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Ya'ni misol uchun Makka xarid qilayotganda soch holatiga qarab turib, ya'ni mana shu holatda sotib oladigan bo'lsangiz, shu holatdagi bo'ladigan bo'lsa, qanchasi don chiqadi, qanchasi mana o'zagiga chiqib ketadi. Shuni bilishingiz maqsadida shu videoni qilyapmiz. Ya'ni bitta shu Makkadan prosentini chiqarib sizlarga ko'rsatib o'taman. Bizdan uzoqlashmang, video yoqsa bir dona like bosib, kanalda yangilar kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qo'ygan bo'lardik. Mana tarozimiz 0 da turibdi. Hop, qo'yamiz. Mana 192 gram ko'rsatyapti. Endi hozir buni donini ajratamiz va paketga solib turib, alohida donini o'zini qo'yamiz va shunda qancha foizda ekanligini sizlarga aytib o'taman. Mana makkalarimizni ajratib paketga soldik. Mana o'sha dastlabki 192 grami. Endi hozir mana bundan qolyapti 157 gram. Ya'ni bu o'zagi 35 gramdan iborat bo'lyapti. Hozir endi shuni foizini chiqarishda ko'rsatib beraman sizlarga. Ya'ni mana kalkulyatorimiz 157 gram bo'lamiz 192 ga. Va buni ko'paytiradigan bo'lsak 100 ga, mana ko'rishingiz mumkin 81%. Ya'ni o'rta hisobda agar 1 oy mobaynida saqlaydigan bo'lsangiz 80% atrofida don olishingiz mumkin ekan. Video yoqqan bo'lsa va sizga oz bo'lsa-da manfaati tekkan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalda yangilar kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. E'tiboringiz uchun rahmat.